Barchaga assalomu alaykum, hurmatli dasturchilar, va bugun sizlar bilan bizani o'tadigan mavzuyimiz to'g'risini aytsam judayam bir strashniy mavzu bo'ladi. Nimaga desanglar, va uzoq dars bo'lishi ham mumkin. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan JSON web tokenlar haqida gaplashamiz. JSON web token o'zi aslida nima? JSON web token bu frontend bilan backendning o'rtasidagi xabarlarni yoki ma'lumotlarni bizdagi qanaqadir maxfiylikni ta'minlab beruvchi himoyalangan bir token hisoblanadi. Tokenlar aslida 3 ta turga bo'linadi. Bular 3 ta, mana bu 3 ta ko'rib turgan turingizda bo'ladi. Katta kichik har xil bo'ladi. Ularda asosiy, ya'ni headers bo'ladi, ya'ni algoritm va token turlari. Algorithms, ya'ni HES206, type esa GVT bo'ladi. Payload qismi bor, foydalanuvchi ma'lumotlari, ya'ni user ID, email va rules admin. Endi bizada shu narsalar bo'ladi. Hop. Signature imzo, ya'ni tur imzo, ya'ni xavfsizlik uchun headers va payload, ya'ni base 64 URL orqali kodlarni saqlaydi. So'ng maxfiylik kalitini secret bilan shifrlaydi. GVT qanday ishlaydi? Foydalanuvchi tizimga kirganda, login qilganda e'tibor bering. Post API, misol uchun AUS login orqali foydalanuvchi tizimga kirgizadi va server unga, ya'ni biz tomonimizdan GVT token yaratiladi va foydalanuvchiga qaytaramiz. Tokenni saqlash. Foydalanuvchi tokenni local storage ga yoki HTTP only cookie ga saqlaydi. Token bilan himoyalangan routerlarni chaqiradi. Har bir so'roq authentication behavior undan keyin yuboriladi. Server tomonidan tekshiriladi, boshqa GVT bilan ishlatiladi. Hop, GVT bilan bosqichlar ishlash boshqa. Birinchi navbatda biz hop deb buni aytganda qilib shuni qilib olishimiz ham mumkin. Keling birinchi koddan boshlaymiz. Hop, bugungi darsimiz juda ham ko'p installerlardan boshlanadi va birinchi installdan boshladik. Aytganimdek, o'sha GVT tokenda install qilib olishimiz kerak. Install qilamiz va unga qo'shimcha sifatida bcrypt ham qo'yishimiz kerak. Bcrypt nima? Bcrypt bu siz bergan kalit so'zlaringizni, ya'ni parolingizni u hashlab beradi. Ya'ni umuman qaysi bir joymaydigan darajada qilib hashlab beradi va bu sizga hakkerlardan judayam kuchli himoyani ta'minlab beradi. Albatta, bular ertadan keyin proyekt deploy bo'lgandan keyin ham ishlaydi. Shuning uchun install qilib olamiz. E'tibor beringlar, mana bcrypt va JSON bo'ldi. Biz clear qilib tashlaymiz va ishda boshlaymiz. Tak. Birinchi nimadan boshlaymiz? Birinchi navbatda moduldan. Bizani modullardan boshlaymiz. Modulda bizada user qismi bor va endi unga biza mana shuni yoqishimiz kerak bo'ladi. Loading value esa, ya'ni passwordda qanaqadir 8 ta harf yoki boshqa narsa berilishi, o'shani qo'shishimiz mumkin va passwordda kirgizgandan keyin esa biza hookslardan ham o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Hooksning vazifasi bo'lsa, buni biza tak bundoq qilaylik-da, tushunishimiz uchun bu yerga bundoq va bundoq. Ya'ni mana bu qismga yozsa bo'ladi va bu yerda ham aytganimdek boshlaymiz. Hooksdan boshlaymiz. Hooks mana o'zi bor. Hooksning vazifasi esa bizga parolimizni, ya'ni jo'natayotgan paytimizda hashlash vazifasi uchun ishlatamiz. Ya'ni qanday bo'ladi? Birinchi navbatda before create qilamiz. Before create qilganimizda bu bizga, ya'ni userning kelayotgan passwordini va request qilib turib bu o'zi olyapti. Aslida biz unaqa qilmasligimiz kerak. Before holatini esa tashqi tomondan kelayotgani uchun async holatida qilib olamiz. Kutish rejimi bilan ishlatishimiz. Undan keyin esa biz aytamiz, ya'ni qanaqa? Unga const deb turib keling. Salt desak, misol uchun, await orqali bcryptni o'nlikda saqlaydi. Endi o'rtacha o'nlik bo'lishi kerak.
lekin bizda bcrypt chaqirilmagan, shuning uchun bizda birinchi xatolik bcrypt bo'lishi mumkin, shuning uchun chaqira olasiz. Va undan keyin esa uni aytamizki userni nuqta, ya'ni passwordini teng qilgan await orqali hashlab bergan backwardga va selfni qo'yib qo'ygan, ya'ni bu hashlab beradi, undan keyin self qilib qo'ysak bo'ladi. Faqat passwordni hashlab beradi. Ya'ni bu bizada ishimizni to'g'rig'i anchagina osonlashtirib beradi. Buni qilib olganimizdan keyin esa bizning keyingi kodimiz, ya'ni bu house controller.js dan boshlanadi. E'tibor bering, bu yerda ishimiz tugadi va house controller.js da boshlaymiz. House controller.js bizda hali mavjud emas. Shu sababdan biza house controller ochishimiz kerak. house.controller.js da ba'zi bir narsalar o'zgarib ketishi mumkin, ba'zilari yo'qolib ketadi va bu narsa odatiy holat hisobida tushunasizlar. Chunki loyihani qanchalik murakkablashtirganimiz sari loyiha bizda shunchalik qiyinlashib boradi. Bu odatiy holat. Chunki bu narsani mendan ham yaxshiroq bilasizlarki, ya'ni ishimiz oson emasligini. Xo'p, nimalar bo'lishi mumkin? Buni ham olamiz, bo'ladi. Bcrypt olamiz. GVT da olsak bo'laveradi. Endi op kerak emas bizga Sequelize dan hozircha shu holatda. GVT esa JSON Web Tokenni qisqartirib olganmiz. Endi ishimizni biza register yoki generate tokendan, ya'ni boshlasak bo'ladi. Kelinglar birinchi navbatda shu yerga biza generate tokenni qilib olamiz. Sababi generate tokenning vazifasi bizga token yaratib berish uchun kerak bo'ladi. Const, ya'ni generate token va userni qabul qilamiz. Endi bu yerda biz userni qabul qilib olganimizdan keyin esa unga shunchaki return GVT ning, ya'ni sign degan xususiyat orqali biz unga aytishimiz kerak bo'ladiki, nimani generate qilishini, ya'ni nimalarni tokenga aylantirishini aytishimiz kerak. Ya'ni mijozni nimasiga qarab turib uni tokenga aylantir. Birinchi navbatda ya'ni mijozni ID'si orqali uni email orqali qilgan deyishimiz mumkin. Va endi bizada undan keyin yozishimiz kerak bo'lgan xususiyati ham mavjud. Bu narsa esa bizda nima bo'ladi? Aytganimdek, ya'ni process, ya'ni secret key, ya'ni qanaqadir kalit so'z berishimiz kerak. Bu narsani u boshda ham aytgan edi, darsligimizni mana bu qismida ham aytgan edi, e'tibor bersanglar. So'ng maxfiy kalit so'z berilishi kerak deyapti. Hop, mana bu yerlarda ham keltirib o'tilgan, ya'ni GVT verify qilib turgan tokenni tekshirish uchun verify qilib tekshirib olamiz. Ro'yxatdan o'tkazish uchun esa sign orqali ro'yxatdan o'tkazib olamiz, token berish uchun. Ya'ni buni bilan tushunsak bo'ladiki, GVT token sign bu payload, secret va options token yaratiladi. Ya'ni mana shu 3 ta asosiy xususiyat yaratyapti. Endi bizda payload qayerda bo'ldi? Payload bu, ya'ni mana shu boshidagi user, ya'ni userimizning ma'lumoti. Biz ham uni berdik. Maxfiy secret card bo'lsa, bizda nima bo'ldi? Secretga to'g'ri keladi. Va options bo'lsa esa bizda mana shu qani necha kunga tokenni berishimiz, o'shanga qarab aytsak bo'ladi. Tushuntiradimi? Ya'ni siz tokenni necha kunga berishingizni ham o'zingiz aytasiz. Ya'ni 1 kunlik token bersangiz bo'ladi, 10 kunlik token bering. Xohlasangiz stakancha token, xohlasangiz 1000 kunlik token bering, siz ishingiz. Albatta mana shu kalit so'zni olib biz env faylimizga qo'yib qo'yishimiz kerak. Bizda esa env ni ochib barobar qilib, endi e'tibor bering, mana shu bizda bor edi, bu yerga tashlab qo'yaman. Sababi esa bizdan keyingi kirgan yoki siz bo'lsangiz o'sha parolni olgan olib turib o'zingiz ishlatishingiz mumkin. Misol uchun bu yerga xohlagancha kalit so'z bersangiz bo'ladi. Misol uchun yozish mumkin: this is my secret Khalid 27. Misol uchun mana shu holatda yozdim dedik. Secret keyimiz shu bo'ldi. Mana bizning shu. No, o'zingiz xohlagancha yozsangiz bo'laveradi. Yozdik va biz qaysi aytdik? House controller dedik. Va dayni ham men tavsiyam, ya'ni o'tkazib qo'yishingizni tavsiya beraman. Ya'ni aytishim mumkin, GVT
ya'ni token day deb qo'yaman, ya'ni data ma gvt token data deb qo'ysam bo'ladi. No, нормально, misol mana shu data, ya'ni qancha число. Xo'p, endi bo'lsa biza ishlatishimiz kerak. O'sha auzga o'tib, ya bu boshqa ekan. Buni hali post qilmayapman, uzr. Ikkita darsda bitta tushunib olasizlar endi. Xo'p. Mana shu yerda ishlatamiz va buni ham process env orqali qilib qo'yamiz. Process env nuqta mana shu, ya'ni tokenni qanchadir sanasi. Albatta bu narsalar bizda example ga qo'yib qo'yaman buni ham. Ya'ni qayerda nima qilayotganini ko'rib tushunib ketishingiz uchun albatta video to'liq ko'rib tushunsanglar, inshaalloh yaxshi bo'lib ketasizlar. Aytadilar, yaxshi bo'lib ketarmiz deydi, xuddi shu yaxshi bo'lib ketarmiz biz ham. Tak. Endi keyingi qadamimiz bo'lsa, albatta bizda registratsiyadan o'tkazish. Kimni? User. Keling bu yerda, ya'ni post house login yoki post qilishimiz mumkin. Da, keling bu yerga biza register user dedik. Ya'ni user kirgan paytda u ko'ra olishi uchun aytamiz. Ya'ni express.register undan keyin esa ishlatib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda tayyor, o'zimizda поддержка qilyapti. No, endi ishni boshlasak bo'ladi. Pause qolib ketib qolibdi, men uzr. Tak, mana shu yerda boshlasak bo'ladi. Nima qilamiz? Birinchi navbatda bizga kelayotgan userda 3 ta, ya'ni email, passwordni olamiz. Bu to'g'ri. Undan keyin esa email mavjudligini tekshirishimiz kerak. Yoki avval uni email bor yo'q, ya'ni mavjudligini tekshirish kerak bo'ladi. Sababi agar uni email mavjud bo'lsa, unga aytishkim bu email allaqachon mavjudligini unga xabarni jo'natib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bu yerda aytamizki, const qilishimiz kerak bo'lgan, ya'ni exist qilamiz, exiting user qilsak da bo'ladi va email orqali uni tekshiramiz. If agar email mavjud bo'lsa, unga aytishimiz kerak, foydalanuvchi email orqali ro'yxatdan o'tgan degan xabar jo'natdik. Mana buni o'chirib tashlay, sizlar tushunishingiz uchun mana. Ya'ni bu o'zimizdan error handlebasdan errorlikida, middlebar'likida o'shaning uchun ishlayapti. Endi bo'lsa, biz aytishimiz kerak, agar unday bo'lmasa, ya'ni yangi foydalanuvchini yaratishimiz kerak bo'ladi. Bunda esa const biz aytamiz user barobar yoki new user desam bo'ladi. New user, ya'ni yangi user bo'lsa, await orqali userni nuqta nima qilgan? Create qilgan. Albatta nimalariga qarab, buni ma'lumotlariga qarab, mana shu ma'lumotlarni qo'yadi va undan keyin esa уже bo'ldi. Bizning ishimiz tugadi, уже ro'yxatdan o'tkazib bo'ldi. Lekin shu yerda bitta muammo bor, ya'ni tokenni biz generate qilib olishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerda bizning tokenimiz generate qismi bor. Unga faqat new user kiryapti mana. Endi mana bu user bilan adashtirib qo'ymasligingiz uchun new user nima? Ya'ni nima bo'lyapti? Bu yerda token user kiradi va uni nimasini generate qilish kerak bo'lsa, bu generate qilib avtomatik unga qaytaradi. Va biza mana shu qismda esa aytishimiz kerak bo'lgan joylari bor. Ya'ni biz aytamiz restart status. Misol uchun tokenni ham, ya'ni foydalanuvchi naqa bo'ldi va token o'tdi va bu yerga qo'shimcha bir anaqa kiritib qo'yaman o'zimcha, success true deb qo'yaman. Ya'ni success true bo'lganligini ularga tak xabar berib ham qo'yaman. Mana shu holatda qilib oldik. Bu bir tayyor hisobida bo'ldi ishimiz inshaalloh. Register ishimiz qolmadi va undan keyin esa bizning ishimiz loginda bo'ladi. Logindagi ishimiz qanday bo'ladi? Login user bo'ladi. Albatta unda ham o'zingiz chiqarib beryapti. Biz undan foydalanmaslikka harakat qilaman imkon qadar. Shuning uchun o'chirib tashlab, mana shu joyga o'chirib tashlab ishni boshlaymiz. Aytib o'tganimdek, endi har doimgidek birinchi ishimiz email orqali foydalanuvchini topishimiz kerak. Albatta u foydalanuvchi bormi, yo'qmi?
agar bor bo'lsa unga bor deymiz, foydalanuvchi mavjud deymiz, foydalanuvchi topildi va undan keyin esa ismatch xususiyatlar bilan ishlatamiz. Ismatchda ham nima aytib ketaman. Kent boshladik. Ya'ni birinchi navbatda foydalanuvchini email qidiramiz va agar foydalanuvchi mavjud bo'lmasa, ya'ni user mavjud bo'lmasa, unga const error foydalanuvchi topilmadi va status error to'g'ri qilib qaytarib yuborishimiz kerak bo'ladi, yoki o'zi aslida to'g'ri bo'lganda yaxshi. Agar topilib qolsa, agar topiladigan bo'lsa, unga aytamizki, ya'ni bu holatdan keyin o'zi avtomatik o'tadi va bunga const, ya'ni ismatch deydik, ya'ni ismatch va teng await orqali bizani bcrypt nuqta, endi biz buni hashlab olganimizdan keyin agar saqlayotganimizda hashlangan bo'lsa, endi bu yoqda esa hashni yechib olishimiz uchun esa o'sha yozgan kodimizni o'zimiz o'qib olishimiz uchun deb tushunsak ham bo'ladi. Uning uchun compassdan foydalanamiz. Compass password va nima bo'lyapti? Password bo'lyapti. Mana bu password oladi va bizga kelayotgan mana user bor bo'lsa, o'shani passwordini olib, ikkovini nimaga solishtiradi. To'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri bo'lsa aytadi. To'g'ri bo'lmasa unga, ya'ni parol noto'g'ri deyapti. Mana shu joyda keyin bunday qilib turadi. Mana shu joyda ko'pchilik insonlar xato qilib qo'yishyapti, ya'ni qilishadi. Agar hacker sizning saytingizga hujum qiladigan bo'lsa, e'tibor bering. Foydalanuvchi topilmadi deyapmiz. Bu yerda parol noto'g'ri deyapti. Tasavvur qiling, siz o'z hakkersiz. Emailni, mingta emailni misol uchun unga saytga siz jo'natdingizda, tas hujum qilyapsizda, bu yerda birinchisida foydalanuvchi topildi. Misol uchun foydalanuvchi topilmadi demakda, reski parol noto'g'ri. Demak foydalanuvchi bor. Уже to'xtaydi. Endi parol terishga o'tib ketib qoladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu xavfsizlik buziladi degan. Ya'ni parol noto'g'ri bo'lsa ham, boshqasi noto'g'ri bo'lsa, ya'ni login noto'g'ri bo'lsa ham bir xil xatolikni jo'nating va o'shanda sizni saytingiz ancha xavfsizroq hisobida bor. Bu albatta o'zim shaxsiy fikrim, balki kuchliroq dasturchilar bo'lsa, ular aytishgan, "Ya, bunday qilsam ham bo'ladi." Endi bunday bo'lgandan keyin albatta bizga kod tokenni generate qilib berish kerak va status holatini ham jo'natib qo'ying. Status true, success true, foydalanuvchi kiritildi va token to'xtatar. Juda ham oddiy va imkon qadar nima desa bo'ladi, kamroq xatolik bilan yozishga harakat qilyapmiz. Albatta juda ko'p kod bo'lib ketishi mumkin edi, endi biz imkon qadar soddalashtirib qildik. Endi bunga router ochishimiz kerak bo'ladi. Albatta house router bo'ladi. Ya'ni house.router route routes hammasida routers deb qo'yibman, mayli. .gs bo'lsin. Routerlarni endi mayli. Xo'p, endi bu yerda esa xuddi shu, ya'ni mana bularga o'xshagan bo'ladi. Balki avvalo shimsali user house routerda. Mana shu yerga tashlaymiz. Routerda oldik. Va endi const deb turib biza register va loginda house-dan kelib olamiz. Yo'limizdan e'tibor berib qo'yasizlar, ya'ni aniq shu joymi? Ha, shu joy bo'lsa bo'ldi. Va register bo'lganda buni, login bo'lganda buni jo'natgan deb qo'ysak, nur ustiga a'lo nur. Va undan keyin router qilamiz. Albatta endi ishimiz shu yerda tugaydimi? Ha, hozircha shu yerda tugatamiz va undan oldin esa bizda tokenni tekshirish uchun bitta middleware ochib qo'yishimiz kerak. Sababi bu yerda hozir login qiladigan bo'lsa, login tekshiradi, bo'ldi, shu zo'rsan. Undan qilsa bundan ketaveradi. Keling bir sinab ham ko'rishimiz ham mumkin. Biron bir narsa yo'qotmaymiz, uni sinab ko'ramiz. Balki qanaqadir xatolik chiqsa, o'sha yerda o'zida bartaraf qilishga harakat qilib ko'rarmiz. Ya'ni buni boshiga qilishni tavsiya beraman. hub.use undan keyin esa mana bu yerda bunday qilaylik, mana bu yerda yozib qo'yamiz. route deb qo'ysak va mana shu joyda yozamiz. Nima? Bu yerda yozamiz API
house register rotor. Mana shu holatda ham yozsanglar bo'ladi. Agar faqat xohlasanglar, yo'q, menga boshqacha ma'lum yaxshi desanglar, shuni usulda yozinglar. No, o'zinglarga qaranglar. Buni kesib bu yerga const yozamiz, house router deb mana shuni qo'yamiz. No routers bor. House router deb turib mana shu yerga uni ro'yxatdan o'tkazib qo'yamiz. Qolganlari esa shu shaklda turishi mumkin bo'ladi. Endi house routerni ro'yxatdan o'tkazganimizdan keyin esa middleware'lar yoki boshqalarni hali sinashdan oldin uni nima qilamiz? Ishlatib ko'rishimiz kerak. Keling, biz